Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. O'g'irlangan g'alba sharaflik bo'lmaydi. Men g'albini har qanday saxtpazlik vositalarining yordami bilan emas, balki ochiq oshkora qo'lga keltirishim kerak. Mana bu mashhur imperator Iskandar Zulqarnaynning o'z qaysarligi va jasoratini namoyon qiladigan so'zi. U o'zining ana shunday qaysarligi, aql parosti bilan qo'shin tortib uzoq yil sharqqa yurish qilish jarayonida nurg'un strategik janglarni qilib, bir qadar qisqa vaqt ichida Yevropa, Osiyo, Afrikadan iborat cho'ng qit'ani to'g'risiga kesib o'tadigan zo'r bir imperiyani qurib chiqqan. Iskandar Zulqarnayn nihoyat jafoliq sharoitda askarlar bilan hamdamda bo'lib birlikda jang qilgan va o'z askarlariga mening badallarimda hech bo'lmasa oldi tarafimda yaralanmagan yer yo'q. Mayli yaqin orliq yoki uzun orliqdan bo'lsin, mening badanimda iz qoldirmagan birmi qurol yo'q. Elish jarayonida dushmanning qilichlarini tekkan. Qancha o'qya o'qlarining zarbasiga uchirganligimni bilmayman. Kaltaklanish va toshlarning zarbasiga uchrashishimmi hisobsiz bo'ldi. Bularning hammasi sizlar uchun, sizlarning shon sharafinglar va boyliqinglar uchun edi. Men sizlarni boshlab g'oliblarcha qiyofatda quruqliklar, dengiz okeanlar, daryo iqillari, tog' tizminlari, tuzlanliklarni birla bosdim. Nurg'un g'albalarni qo'lga keltirdim. Sizlarning har biringlar mening tuqqanim degan edi. U nurg'un janglarda g'alba qilib, har qaysi joylarda o'z nomi bilan atalgan yangi shaharlarni barpo qildi. Shundaqla uning qoldirgan izlari insoniyat tarixining zo'r taraqqiyotlarini qo'lga keltirdi. Afsus, u uzoq yashay olmadi. Bir umr jafo mushaqqati jang qilib, oxirida g'alba mevasini amdili tetishiga hayotidan ayrildi. Xo'sh, radio anglag'uchi do'stlar, biz bugun sizlarga ulug' imperator Iskandar Zulqarnaynning hayotiy faoliyatining davomini so'zlab bermoqchi. Yoqtirib anglag'aysizlar. Iskandar qo'shin bilan birga yurgan geograflar, tarixshunoslar, injenerlarni elib Nil daryosi deltasining g'arbiy tarafidagi dengizga kirish eg'iz rayonini bir necha kun tekshirdi. Tekshirish natijasida ko'pchilik bu yerda shahar va port yasashga birdek qo'shildi. Iskandar shu hamon bu yerga Iskandariya deb nom berdi. Qaror qilingandan keyin darhol o'rinlash kerak. Iskandar armiyani mushu Qaqas dengiz sohilida qo'ndirish, otliq askarlar va Agruyan qo'shinini avatib, har qaysi joylardan xalq ishchilarini elish, sobiq Misr noibi Mazzasdan Nil daryosi eg'iziga shahar silishga zarur bo'lgan yog'och materiallari, tosh va amgak kuchlarini darhol to'shib kelishni talab qilish haqida farmon tushirdi. Iskandar bir qator farmonlarni chiqargandan keyin Chidirda yolg'iz o'ltirib, bu yangi shaharning o'rinlashtirishi va qurilmasini, ya'ni qayerga cherkov selish, qayerga majlis zali, bozor, ko'chalar silish qatorliqlarni loyihaladi. Iskandar bir necha kun bosh qotirib, oxiri o'z loyihasini bitirdi. Sepil tomlarining o'rnini qandoq belgilashda naq maydonga berib o'lchash kerak edi. Bu chaqda minglagan, tumanlagan amgak qo'shini bu yerga kelib bo'lgan. Kema tarti zo'r miqdorda yog'och materiallari va toshlarni to'shib keldi. Qaqas dengiz sohili qaynam toshqinlik cho'mdi. Iskandar bir necha askarga teri qopoldirib, uningga qora ochliq unlarini qochlatdi. O'zi oldida mengib, kaynidan kelayotgan askarlarga o'zi mangan yerga un chachqizdi. Natijada uning kaynida tom yer liniyasi hosil bo'ldi. Iskandar o'z xiyolidagi shaharni bir aylangandan keyin bu yangi shaharning fasili belgilandi. Mana bu kelgusidagi sepil tomlarining konkret o'rni edi. Iskandarning loyihasi bo'yicha shahar ichi Misrliklar, Yunonliklar, Yahudiylardan iborat 3 o'ltiraq rayonga ayrilgan edi. Shaharda o'zaro kesib o'tadigan ikki asosiy ko'cha bo'lib, sharqdan g'arbga yo'nalganining uzunligi 5 kilometr, janubdan shimolga so'zilganining uzunligi 2 kilometr edi. Shahar bilan Farus kichik orli o'ttirisiga uzunligi 1295 metr keladigan dengiz dachasi yasash orqali sharq-shimol va g'arbi-janubda 2 dengiz porti shakllantiriladi. Iskandariya shahrini selishga g'oyat zo'r moliya kuchi
va odam kuchi hamda nurg'un yil vaqt sarf qilindi. O'rta dengizning sharqiy qirg'og'idagi Teri shahri g'oyib bo'lg'achqa yana bir savdo markazi silish jiddiy zarur bo'lib qoldi. Chunki Iskandariya shahri bitsa, darhol savdo ishlari rivojlanib, aholisi 1 million bo'lib, ayni vaqtdagi eng chong iqtisodiy madaniyat markazi bo'lib qoladi. Iskandarga nisbatan aytganda, bu jihatda uning o'ylaganlari texmi cho'nqur edi. Chunki qadimki Misrliklar O'rta dengiz bilan Qizil dengiz o'rtasiga bir kanal qazgan. Bu qadimki kanal Persiya ishg'oliyati mazgilida tiqilib qolgan. Iskandar shuni o'yladiki, oxir bir kuni kishilar Yevropa bilan Osiyoni tutashtiradigan bu suv yo'lini ravonlashtirdi. Iskandariya shahri Nil daryosining daryo eg'iz bilan Suvaysh kanali eg'iziga joylashgan. Uning strategiyalik ahamiyati o'lcharligisiz bo'ldi. Uningdan sirt Iskandar shu topda Sharq bilan G'arbning chegaralanadigan yerida turadi. Uning tirishib izlanayotgani Sharq bilan G'arbning madaniyati singdirilgan bu keng rayonlarga bir xil o'rtaq ideya va g'oya, har qaysi qit'alarni birlikka keltiradigan bir xil uyish kuchi beg'ishlash edi. Iskandariya shahrining qurilishi unga qanoatlanarlik javob beralgandek bo'ldi. Garchi Iskandar buningdan keyingi uzoq safar jarayonida nurg'un mashhur Iskandariya shaharlarini salsimi, lekin ularning hammasi O'rta dengiz sohiliga selingan bu tunji shaharda go'zal bo'lmaydi. Shaharni loyihalab bo'lgandan keyin Iskandar shahar qurilish xizmatini Farparusga topshirdi. O'zi bo'lsa, yana bir muqaddas ishni o'rinlashga tayyorlandi. Iskandar Misr qumliqlarining markazida Misrliklarning e'tiqod qiladigan xudosi Amun borligini xeli burlangan edi. U qo'shinlarni Selov qatorliq generallarning qo'mondonligiga topshirib, o'zi 2000 dan ortiq odamdan tashkillangan muhofizachilar atirdi va necha-o'n arxeologlar, geograflarni elib Amun ilohiy tilovatxonasini tavob qilishga maqdi. Amun ayni davrdagi Misrning eng cho'ng xudosi. Rivoyatlarga qaraganda, u yer bilan osmondan iborat ikki dunyoning birdan-bir egidori ekan. U har kuni oltin kemaga o'tirib, bo'shliqda yurib, o'zining parlaq nurini zaminga chachidi ekan. Kechida yerdagi dunyoga tushdi ekan. Misr firavini o'zini Amunning o'g'li deb atagan. Iskandarning qarashicha, Qurol orqali Misrni ishg'ol qilish kishilar qalbini moyil qila olmaydi. Misrliklarning himoyasiga erishish uchun iloh Amunning roziligiga erish lozim. Chunki kishilarning qarashicha, uning irodasiga xiloflik qilishga hargiz bo'lmaydi. Iskandar ilohiy tilovatxonaga qarab maqdi. Aytishlarga qaraganda, u yerga berishda tanlashga bo'ladigan mundaq aplik ozoda ikki yo'l bor ekan. Buning biri Nil daryosida kema bilan eqinga qarshi mengish. Bu daryoning o'ttirisida Siva deyiladigan bir bo'stonlik bor ekan. Amun ilohiy tilovatxonasi mushu bo'stonlikda ekan. Yana bir yo'l bo'lsa, Nil daryosi deltasidagi Memphis qadimki shahridan chiqib, ancha cho'ng bo'lmagan bir qumliqdan o'sila u yerga yetib borg'ili bo'ladi ekan. Iskandar bu ikki yo'lni tanlamay, odam oyoq bosmagan qumliqdan o'tmoqchi bo'ldi. Bu jihatda u o'zining xatarga tavakkul qiladigan shuhratparastligini qanoatlantirmoqchi edi. Yana bir jihatdan Misrni bir qitim ekspeditsiya qilish va ko'zdan kechirish, shuning bilan birga o'zining keng Misr xalqi ichidagi ta'sirini kengaytirish uchun edi. Iskandar va uning muhofizatchilari avval O'rta dengiz yoqasini bo'ylab g'arbga mangdi. Bu yerda yana xili yomon emas bir yo'l bor edi. Qadimki Kiritliklar va qadimki Serandagi Yunonliklar mushu yerdan Liviyaga o'tadi. Bir necha kundan keyin Iskandar Liviya chegarasi ichida Paltirnomga keldi va bu shaharni o'tkazib olgandan keyin yangi amaldor belgilab 100 dan ortiq askar qo'ydida dengiz yoqasidagi yo'ldan aylanib, qumliqning markaziy rayoniga qarab ilgirladi. Liviyaliklar 50 to'gida ochliq sovg'a qildi. Ular suv xaltisi, ochliq va tuzlarni yutib mangdi. Iskandar yana nurg'un pul orqali yerlik yo'l boshlig'ichini yollab oldi. Bu tayyorliklar bo'lg'achqa Makedoniyaliklar to'lib toshgan ishonch bilan ilgirladi. Tezlikda ular Sahroyi Kabirning kuch-qudratini tushundi. Poyonsiz qumluq, kuchlik, bepoyon ham ko'rkam edi. Makedoniya tog' o'rmonliqlaridan kelgan bu askarlar va olimlardan tabiat manzarasidan zo'qlanmag'ini qolmadi. 2 kundan keyin ular xo'shal holda kulishga amalsiz qoldi. Bu yerda o'simliklar tadrijiy yo'qoldi. Hayvonlarmi intayin oz uchraydigan bo'ldi. Hamma yerda qum barxanlari bo'lib, poyonsiz qurg'oqchilik edi. Oqmu qumga dastiganda tapan chidamaydi. Oldiga 2 qadam bassa,
kayniga yerim qadam tiyiladi. Odamlar odatdagi vaqtlardagidan necha hassa ko'p kuch chiqarish orqali ondan bir kunlik yo'lni besib bo'lib, yo'l mengishning ta'mini haqiqiy dedi. Bahor bilan yoz oraliqidagi quyosh qumliq havosini qizitib, har bir odamni qoq solganda qilib yetadi. Qiziq seriq qumlar nurg'un odamning topinini qapartiradi. Yo'l boshlovchi oldida boshlaydi. Kaynidan nach to'ga agashgan edi. Iskandar bilan jangchilar jang otlarini yitilishib, kaynidan ming taslikda agishadi. Kishilar qalqon va ko'nglaklarni allaqachon selib yetishib, oftobdan xurma rangiga kirgan maydonlarni echib yetishgan. Peshonalaridan munchoqdek ter tomchilari tomchilaydi. Chochlari ingaklariga choplashib, har bir qadam bosganlarida hasiraydi. Qumliq bo'rni chiqqandan keyin aslidilla farqlantirish tez bo'lgan g'uba chig'ir yo'l ko'milib qilib, makedoniyaliklar poyonsiz qumliqda tamoman ezib qoldi. Tajribasi mo'l bo'lgan peshqadam yo'l boshlig'ichi Sabrosmo buniga amal qila olmadi. Iskandar bu umid uzilgan paytda bir ulug' qo'mondonning tamkinligi va aql farosatini namoyon qildi. U yo'l boshlig'ichini jiddiylashmay, o'zining bevosita sezgusi orqali ko'pchilikni yetaklashga undadi. Qo'shin yana ilgirlashga boshladi. Askarlar kunduzi oftob va to'miz issiq ichadigan bo'lsa, kechasi so'ngakdan o'tadigan sovuqqa bardoshlik berdi. Ba'zilar og'rib qolib, saptun tushib qoldi. Hatto sog'lom jang otlarimi charchab holidan ketdi. Kishilar mengishga mag'dur yetmagan otlarni o'ltirib, ilgirki sabdichi orqali qo'rsoq to'yg'izishdi. Shunda qilishgan bo'lsa-mu, og'rib o'lgan, saptun tushib qolganlar barg'ansiri ko'paydi. Qo'shindan har kuni oz bo'lganda 10 necha, ko'p bo'lganda necha 10 odamlab ozishga boshladi. Tirik qolganlar norozi bo'lishsa-mu, lekin ularning demi ichiga tushib ketgan. Kayfiyati to'van edi. Shundaqdimi Iskandarning eti Posvillo yanada qaysarlik bilan mangmoqda. Askarlar uni ajoyib ot deyishadi. Iskandar uning tuyqidan qon chiqayotganligini ko'rib, bak ichi og'ridi. Uchisidagi jang nimchisini yirtib, otning tuyqini astog'ini tengib qo'ydi. Qumliqqa akelgan yam-xashak va tatliq suvning tugishiga oz qolganligi uningga ma'lum edi. Keyin qanday qilish kerak? Ussuzlik, qum, to'miz issiq va sovuqdan keyingi 4-cho'ng dushman. To'gilarga ortilgan suv qapoqlaridagi suvlar tugab qolay dedi. Askarlarning geli qurib, kalpuklari yerilgan. Ulardan endi tar chiqmaydi. Ig'ir darajada usab ketgan kishilar hammadan ilgari hoshidan ketadi-da, nurg'un kishilar shuningdan keyin esiga kelolmaydi. Harbiy doktor Iskandarga bu askarlarga eng zarur bo'lgani suv ekanligi. Suv bo'lsa o'rnidan turib ketadiganligini aytdi. Iskandar askarlarga quduq ko'lashni aytgan bo'lsa-mu, lekin bu qumliqda qumdan boshqa yana qayerda bir tomchi suv bo'lsin? U ilojisiz eng oxirgi bir necha jang etin chidab turib so'yishga buyurdi. Bu bir necha otning qini orqali necha yuz kishi qiyin o'tkaldan vaqtlik o'tib oldi. Ot go'shini yeb bo'lmasdilla, osmon chetidan qor bulutlar besib kelishga boshladi. U qor bulutlarning ko'rinishi tik bo'lib, xuddi qo'zg'alayotgan sepil temiga o'xshaydi. Qum bo'rini tez yetib olinglar deb varqirdi yo'l boshlig'ichi Sabrus. Uning ovozi o'chmasdilla, qum birdan quloqni yarug'idek shavqinning ichida yopirilib keldi. Birdamdala xuddi butun jahon aylanma zindon ichiga kirib qolgandek bo'lib, osmonni zulmat bosdi. Qumlar kishilarning oyog'i ostida jimjit turmasdan, balki taraf-tarafdan askarlarning ustiga besib keladi. Quturgan qum dengizi xuddi barcha narsani yalmab yutib yetadigandek qiladi. Qum bo'rini o'tib ketdi. Atrof jimjit qoldi. Kishilar qum dovlari ichidan sug'urilib chiqishdi. Ular cho'chigan holda shuni bayqadiki, bu yerdagi aslida kichik tog'lardek turgan qum barxanlari ko'rinmaydi. Balki butunlay yop bo'lgan qum do'nglari qo'shinlarni o'rib olgan edi. Odamlarni sanavidi, yana 10 necha askar yo'q bo'lib chiqdi. Hayvonlardan bir necha to'gi bilan uchqur ot Posvillo'la qolgan. Iskandar kayfiyat jihati charchagan bo'lsa-mu, lekin u hargiz qumga tutmaydi. U askarlarini tizib, bo'g'iq ovozda mundaq dedi. Birodarlar, qumliq yurishda qatma-qat qiyinchiliklar bo'lsa-mu, Tangrining dargohi oldimizda turibdi. U yerda yana bir bo'stonliq bor. Suyi va xurmisi albak. Ko'pchilik bo'shashmanglar. Bizda umid bor. U so'zlab bo'lishiga Posvillo'ning tuyuqsiz ansizlanishga boshlaganligini ko'rdi. U beshini egiz ko'tarib, quyruqini silkib, ko'zlari bilan bir narsaga tikilgan edi. Iskandar berib uningga tasalli beray deb turishiga
tuyuqsizli yaqinli yerda qizil dog'liq yo'g'on bo'g'ma ilonning turganligini ko'rdi. U badallarini harakatlantirib, butun surati bilan Iskandarga yiqilishga boshladi. Iskandar zulfiqorini chiqarib, ilonga sanjimoqchi bo'lib otdi. Posfillo badanini shiddat bilan o'rib, kayni tuyoqlar bilan bo'g'ma ilonni tepdi. Yılanның beşi yaralangan bolsumu, lekin uning badani tabiiy holda kelib, Posfilloni mahkam chirmib oldi. At bir necha qitim past ovozda kishnedi. Iskandar hech nimaga qaramay, yılanning bo'yniga xanjar soldi. Uning qini etilib chiqdi. Iskandar uning qo'rsqig'imi bir necha xanjar soldi. Yılanning Posfilloni chirmib olgan badani bo'shishib, tushib ketdi. Qo'rqinidan jeni chiqqadek bo'lgan Saprus bu chaqda yılanning qinini ichayli, yiqib ketmusin deginicha ağzını yılanның qo'rsqig'iga yiqib, qinini sho'rashga boshladi. Iskandarmo berib qinini ichib oldi. Birdilla ruhi ko'tarangi bo'lib qoldi. U darhol bir necha askarni chaqirib, yılan qinini qochiga yig'dirib, eng zarur kasallarga bo'lib berdi. Bu zo'r bo'g'ma yılanni askarlar birdamli bo'lishib yeyishibdi. Yana qorong'i tushdi. Kunduzi o'tda qizib ketgan qum xuddi muzliq kamidek suvib ketdi. Iskandar askarlarning yerim kechida to'nglab qilishidan ansirab, butun xodimlarni dam olmay qo'l tutishib postallikqa qarab ilgirlashga buyurdi. Askarlar kuchab sapga tizildi. Yashash uchun qalqon dubulg'a qatorliq barliq ig'ir narsalarni tashladi. Qo'shinga agashgan bir necha olimmo qalam qog'ozlarini tashladi. Ularning kiyimlari jul-jul, chiroylari tatargan bo'lib, xuddi bir to'p arvohlarga o'xshaydi. Agar ular buyruqqa bo'ysunishdek asosiy alohidlikka ega bo'lmasa, ularning jang maydonida otchab turgan harbiy qo'shin ishkanligiga odamning ishongisi kelmaydi. Makedoniyaliklar olg'a qarab bir kun mangandan keyin yana mengishga mag'dur yetmay, hushsizlikdan halokat girdobiga berib qoldi. Peshqadam yo'l boshlovchi o'ltirg'unicha hurkarab yig'lashga boshladi. Chunki uning suv ichmaginiga bir kundan oshgan edi. Iskandar yetib olishdan o'zini aram tutib oldi. Chunki u agar o'zi yetib olsa, qo'pishga mag'dur yetmaydiganligini, qo'l ostidagi necha yuz kishining qumliqdan ayrilishdan mangu umid yo'qligini biladi. Dal shu chaqda qizirib ishigan ko'zlar bilan uzung'icha ko'rib boqmagan bir parcha bulutni ko'rib qoldi. Kaynidilla salqin shamol chiqdi. Yomg'ir yog'digan bo'ldi. Tez suv elib olinglar. Uning gipi tugimasdilla guldirlab chaqmoqchi qildi. Iskandar ixtiyorsiz holda yerga tizlanib, qo'llarini osmonga so'zdi. Uning ko'zlaridan issiq yoshlari quyiladi. Xo'shalliqqa to'lgan askarlar darhol kali terisidan qilingan chidirlarni yeyishdi. Texmi ko'p odam qo'zg'almasdan ig'izlarini ichishdi. Chunki ularning yomg'ir suyi yiqqida qochlari yo'q edi. Osmonda chaqmoq chiqib, bulutlar laylab yursimi, lekin yomg'ir tushmay yotadi. Aslida yomg'ir yerga tushmay turibla qurg'oq havoda parg'oyilib ketib yotadi. Ko'p o'tmay yomg'ir oxiri yerga tushishga boshladi. Dastlab oz-ozdan tushdi. Chidir yaqilab tushayotgan yomg'ir ovozi xuddi jannatdan chiqqan eng yiqimli muzika ovoziga o'xshaydi. Yerda yetib jon talishayotgan askarlar oxirgi yomg'ir suyining sug'urishi bilan o'zlarini Tangri qutqizayotgan eng baxtli kishilardek his qilishdi. Mazgilsiz duch kelgan bu sharqirab yig'ayotgan yomg'ir jeni tumshiqiga kelib qolgan bu qo'shinga, ya'ni yangi boshdan hayotiy kuch beg'ishladi. Peshqadam yo'l boshlovchi Saprus qo'shanliqda Iskandarga bu Xudo Amonning ruhiy ko'rinishi ekanligini, uning o'z oldidagi irodasi cheksiz kuchli bo'lgan bu yosh podshohga iltifot qilayotganligini aytdi. Qolgan bir necha kun ichida bu Makedoniya qo'shinlari o'zlari yig'ib olgan ozg'ini yomg'ir suyi va so'yib olgan to'gi go'shtlari orqali go'sht yeydigan cho'mililarning qomili ustidan g'alaba qilib, olvullarning ozdirishiga taqobil turib, oxiri Siva bo'stonligiga yetib bordi. Amon ilohiy tilovatxonasi mushu bo'stonlikda qad ko'tarib turadi. Siva kahillari va aholisi qumliqning ichkarisidan tuyuqsiz chiqib kelgan. Butun badani yalang'och degudek turgan bu qo'shinga qarab, cho'chiginidan turibli qilishdi. Bu cheksiz qumliq sonsiz savdo karvonlarini yutib o'tgan. Rivoyatlarga qaraganda, Persiya podshohi Feybis va uning qo'shinlari mushu qumliqda jenidan ayrilgan. Bu qumliqni bo'ysundira olgan harbiy qo'shinni qudratli armiya, ilohiy askarlar deyishga bo'ladi. Iskandarning qo'shini mushundoq sirliq nur halqisi orqali Sevalar tarafidan qabul qilinib, eng dag'dug'liq kutib olindi. Seva bo'stonligining atrofi poyonsiz qumliq bo'lsa-mu, lekin Seva bo'stonligida qushlar sayrab, gullar xushpuroq chachadi. Daraxtlar büyük baraqsan bo'lib, manzarasi to'liq go'zal edi. Bu yerda zaytun daraxti, palma daraxti, anjur qatorliqlar bor edi.
yer ostidan chiqqan buloq suvlari tatliq edi. Bo'stonliqda zo'r miqdordagi munbat edizlar va uzumzorliqlar bor edi. Lekin bu texi dastlabki yoz fasli bo'lg'achqa uzumlar texi pishmagan edi. Amun ilohiy tilovatxonasi har qitimliq nazr chiraq murosimi bo'lgandila, andin uning o'rdisida duo tilovat o'tkaziladi. Lekin iloh taxtisi bo'lmagan ichki qasrga Firavun bilan yuqori darajali kohinlarla kiralaydi. Iskandar shu topda Misrning istilochisi bo'lg'achqa, albatta uning kohinlarning taklifiga erishishga salohiyati bor edi. Hashamatlik ilohiy tilovatxona oldida Iskandar iloh Amunga o'zi akelgan qimmatlik nazr buyumlarini hurmat bilan taqdim qildi. Yuqori darajali kohinlar Iskandarning o'zini ichki qasrni ziyorat qilishga taklif qildi. Iskandar tantanalik sukunat ichida edi. U to'lib toshgan xo'shallik bilan iloh Amunning yo'l ko'rsatishini umid qiladi. U beshidagi tojni elib qo'llariga qo'yib, takabbur beshini egib, iloh Amunning tarbiyasini butun diqqat bilan angladi. Yuqori darajali kohin Iskandarga hamroh bo'lib ilohiy tilovatxonadan chiqqanda, Iskandarga o'zlari Zebevisning o'g'li dedi hurmat bilan. Iskandar chiroyidan nur yig'ib turgan holda kishilarga o'zining iloh Amundan kech-kunduz orzu qilib kelgan javobga erishganligini aytdi. Shuning bilan ilohiy tilovatxonadagi kohinlar elchi avatib, butun Misr xalqiga Iskandarning iloh Amunning o'g'li ekanligini e'lon qildi. Hamda Misrning eng yuqori amal unvoni Firavunni uninga taqdim qildi. Agar Iskandarning bo'stonliqda iloh Amunni tavob qilib Firavun degan nomga erishganligi uning bu qitimqi yurishining natijasi deyilsa, uning ikkinchi cho'ng natijasi o'zining Posamun nomli bir Misrlik faylasuf bilan tanishganligi bo'ldi. Posamun Iskandarning oldida Aristotelning ba'zi nuqtai nazarlariga radiya berdi. Uning aytishicha, Osiyoliklarni yavoylar yoki tabiiy qullar deb qarash odillik emas edi. Iskandar o'zining bu 2 yildan bo'yonqi ko'rgan bilganlariga asosan Posamunning qarashlarini yoqladi. Osiyo madaniyati nurg'un jihatlarda Yunon madaniyatidan qelishmayli qolmasdan, balki uningdan eshib ketdi. Osiyoda tarbiyalangan kishilar adablik va madaniy, salobatlik har qanday Yevropalik olimidan qelishmaydi. Osiyoning xotin qizlari alsaq Darius 3-ning xotini va 2 qizi tutqun bo'lsa-mu, lekin ular o'zlarini cho'ngmi tutmadi, tovanmi ko'rmadi. Hatto pok va oliyjanob qaddi qomati intoyin kelishgan Iskandarmi buningdan hamisha ta'sirlanadi. Yana Teri shahri va G'azo shahrini qo'g'digan erlar, qerilar, xotin qizlar va bolalarni o'ylab boqayli. Ulardan nadimi qullarcha bosh egich bo'lsin. Ularning jangovar ruhi har qanday bir Yevropalik boturdan qilishmaydi. Iskandar Misrlik faylasufning nuqtai nazarini samimiylik bilan qabul qildi. U shuni tushundiki, uning kelgusidagi ishlarda e'tiqod va eriq qatorliqlarga doir nurg'un sezgur masalalarga duch kelishi mumkin. U bir xil yangi nuqtai nazar tiklash orqali kelgusi zo'r imperiyaning birligini ilgari suradigan harakatlantirgich kuch qilishi. Har qaysi mamlakatlarning munosabatini tirishib yaxshi bir taraf qilish kerak. Shunday qilganda ondan imperiyani abadiy amonlikqa erishtirgili bo'ladi. Qurol kuchiga tayonganda uzoq muddatli tinchlikni davomlashtirg'ili bo'lmaydi. Iskandarning bu yurishining unumi haqiqatan zo'r edi. U qo'l ostidagilar bilan Siva bo'stonligida 2 oyga yaqin dam olgandan keyin ondan qaytib maqdi. Bu qitim u qumliqdan o'tib Nil daryosi deltasidagi 1000 feysga bevosita yetib borg'ili bo'ladigan yaqinroq yo'lni tanladi. Bu qitim Makedoniyaliklar to'liq tayyorlik qilib 150 to'ga 320 pil, necha 10 pil ko'ndirgichi hozirladi. Ularning mo'rillarida qoplarga qochilangan suv, tuz, bolka, yal yemish va yuktoq chidirlar bor edi. To'liq ideyaviy moddiy tayyorlik bo'lg'achqa bu qitimqi qumliqdan o'tish harakati bir xo'shal qumliq sayohatiga aylandi. Billamangan olimlar yashash uchun g'am yemaydigan bo'ldi. Ular borgan yerda avrishga yig'ib, xohlagan chaqda ilmiy tadqiqotlarni qanot yaydirdi. Iskandarning bu qitimqi uzun safari Yunonliklar va butkul Yevropa dunyosiga yep-yangi va intayin mo'l bo'lgan bir hayvonot dunyosini echib berdi. Bu yerda jang pillari, maymunlar, zirafalar, karkidonlar, xilma-xil yilonlar, uningdan boshqa Yevropaliklar anglab boqmagan yangi daraxt turlari, banan, xorma, anjur, cho'ng aplesin, yo'g'mash chatqal, so'gatgul, bambuk qatorliqlarmi bor edi. Bu xilma-xil hayvonot o'simliklar, mineral moddalar avrishkinlarini
İskender maxsus odamlar orqali Yunandagi ustozi Aristotelga olib berib, uning tadqiqot va maxsus asar yozishi uchun mo'l ham material bilan ta'minladi. Bu tarixlar sizning va bizning turmushimizga o'xshash oddiygina turmushdan putilgan. Biroq bu turmush mangu yodlanadigan obidini tikladi. Radio anglag'uvchi do'stlar, vaqt e'tibori bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Ata biz yana o'xshash vaqtda sizlar bilan birga tarix patlaridan, ulug'larimizning hayot kechirmishlaridan davomli bahralanamiz. İşinimizki mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi. Agar bugungi programmamizni vaqtida anglayolmagan bo'lsanglar, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni 3w.uycnr.com toriga chiqib, qayta anglasanglar bo'ladi. Mashhur shaxslar programmasi har kuni Beijing vaqti tushdan keyin soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti soat 16 dan 30 minut o'tganda, takrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzuringlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farruh, muharrir Abduvoyid Niyoz, mas'ul muharrir Dildor Muhammad Rahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur. Mikrofon oldida Arman Nurjan. Xayr xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik.